Assalomu alaykum hammaga. Mercury firmadan mahsulotlar oldik, xudo xolasa. Bu firma bilan oldin ham ko'p ishlaganmiz. Ayniqsa kranlar sifatiga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Yana bitta yaxshi taraf kranlarni ichiga ko'rib turganlar bor, qizil tagida metall plastina qo'yib qo'yilgan. Bu narsa nimaga kerak? Bu narsa birinchidan kran narxini oshirmaslikka sabab bo'ladi, ikkinchidan qishda muzlamada boshqa har xil holat shariga qotib qolish jarayonida qulog'ini bo'raganlaringda ishdan chiqmasligiga yordam beradi. Hop, endi keyin o'zimiz masalaga o'tamiz. Adapterlar ichki tashqi 15 ga 20, 25 ga 30 ga 40 ga ichki tashqi hammasidan plus nestandart razmerlari ham bor. Misol uchun 25 ga 20 kelayotgan bo'lsa, mana bu yerda 32 ga 20 ichki tashqi variantlari ham, 15 ham bor hattoki. Voyni o'shqalar dushdagi duplet, kimdir spar deydi. Harakat qilamiz maksimal yaxshi narsalar olib kelib, sifatli narsalar sotishga. Sababi bu birinchidan o'zimiz uchun yaxshi, ikkinchidan klient uchun yaxshi. Klient qachon yomon ko'ramiz, yomon ko'rish qanaqaki ishga mahsulot yozib kelgan ro'yxat bo'yicha yig'ib berganimizda narxlar qimmatsirashi mumkin. Qimmatsirashi qanday? Eng arzon, misol uchun 25 turbalarda 5,5-6 ming so'mlik variant bor. Ulardan emas bular. 5,5-6 ming so'mga tushib ketadi tan narxi qachonki ichidagi seriosi haqiqiy seriyo emas. Yo o'zimizda ishlab chiqargan messi bo'lishi mumkin, yoki adhot material qo'shilishi mumkin. Qanaqadir sabab bilan ichiga o'sha narsalar qo'shilmasa narx tashlamaydi, shuni esdan chiqarmaydi. Fitting, trotman, trainer hammasi eng yaxshilaridan. Bu narsa sizga nimaga kerak? Jidcha qimmatidan qochmaslik. Jidcha qimmatidan qochmaslik sizga ertadan keyin qish keladi. Ayni отопленияmi, hammom sistemasini ishlash kerak bo'lgan paytda maksimal qo'lni quvvat ishlatish mumkin yoki kerak darajada. O'sha paytda bitta turbangiz, bitta mana adapter fittingiz yoki nimadir amerikankiz ishdan chiqib muammo chiqarayotgan bo'lsa sizga, o'sha momentda uyda saqlab turib, yo hammomni ish faoliyatini to'xtatmasdan turib ustani chaqirib olib kelganingizcha usta ham ishda bo'ladi. Imенно o'sha paytda. Sababi qishda sezon. Ustalar topib bo'lmaydi. Topib olib kelib perdelka qilgizdirib, yo kafelaringiz, yo pollaringizni buzdirib, ochtirib, boshqatdan perdelka qaytarib qilganingizda ham aytaylik o'rtacha misol kafelarni ko'chirib, qaytadan o'sha montajga joy-joy qo'yib, yo bo'lmasa o'sha joyini almashtirib, perdelka boshqatdan ishga tushirish ham sizga eng kami 100 ming yo 200 ming so'mga aylanadi. Bunaqa holat takrorlanaveradi. Sababi siz arzon, sifatsiz mahsulot ishlatib qo'yganingizda bo'ladi. Qimmatroq, sifatliroq, tavsiya qilinadigan mahsulotlardan ishlatsangiz, xudo xolasa unaqa muammo bo'lmaydi. Bo'lishi mumkin qachonki katalog portlab ketishi mumkin, boshqa u svet bilan bog'liq masalalar bo'lib qoladi ko'pincha. Shuning uchun tavsiya qilamiz. Hozir siz olganingiz o'bshiq hisob aytaylik 500 ming so'm, 5 million so'm narsa olsangiz 500 ming so'm qimmat bo'lishi mumkin. Bu sizni yillar davomida tinch xotirjam yashashingiz uchun kerak bo'ladi. Shuning uchun tavsiya qilamiz. Juda qimmat bo'lishi обязательно emas. Asosiysi sifatli bo'lsin. Misol uchun asosiy sifatli bo'lsin deganim. Mana shu narsa. Hidro firmaniki ham 12 ming so'm, bu ham 12 ming so'm. Xo'p. Keyingi masala. Mana bu yerda mana Xitoy variantlarini olib kelib qo'yganmiz. Mana shu 5 ming so'm sotamiz. Xuddi shuni original varianti bo'layotgan bo'lsa, uni 18 ming so'm. Hidro firmamizniki bor, xuddi shu narsa 15 ming, 14 ming atrof chiqadi. Endi farqi nimada? Farqi Xitoyligini aytamiz, boricha. Mana bu yerlar temirdan bo'ladi. Mana bu yerda ulanishi, shunatishi o'ziga yarasha bo'ladi. Materialdan ekonom qilingan, narx tushgandan keyin. Paper material uncha katta pul turmaydi. Bularda qanaqa? Bularda polni latur zanglamaydi, o'yin qilmaydi. Mustahkamligi zo'r, mana bu ichkarigacha kirgizilgan bo'ladi, mustahkamlik oshirilgan bo'ladi. Shuning uchun faqat ko'rinishi qadar tanlayman desanglar, oq turba desanglar 5 ming, 6 ming, 4 ming, 3 ming varianti ko'p, lekin tavsiya qilinmaydi. Yaxshi narsalarni qilib, azab ishlatishlarni tavsiya qilamiz. Hammaga rahmat. Xudo xolasa yana videolarda xabarlashib, yangiliklardan bahor qilib turamiz.